Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz yana bir fayzli xonadonimizga tashrif buyurdik do'stlar. Ushbu xonadonimizni manziliga kelsak, Andijon viloyati Baliqchi tumanida joylashgan. Do'stlar, ushbu fayzli xonadonimiz asosiy devorlariga gibkiy kamen yopishtiramiz. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaysizlar. Gibkiy kamenlarimizni yopishtirishdan oldin kafeniklilar devorga tortib olib, gruntovkalarimizni surkab, gibkiy kamenlarimizni yopishtirib, lakini sepib, uy egalariga topshiramiz do'stlar. Shu obyektimizning kvadratiga kelsak 84 kvadrat chiqdi. Ushbu xonadonimizni asosiy devorlariga gibkiy kamenlarimizni 1 kvadrat metr narxini usta haqqi ichida ustanovkasi bilan 95 ming so'mdan dogovor qilganmiz do'stlar. Gibkiy kamenga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Do'stlar, eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanida videolarimizni muntazam kuzatib borib, qo'llab-quvvatlab kelib turgan yurtdoshlarimiz, ushbu xonadonimizning manzillari bor. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilsalaring, manzillarini aytib o'tamiz. Qiziqqanlar ushbu xonadonga kelib, o'zlaring gibkiy kamenlarimizni yopishtirish ish jarayonlarini o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rishlari mumkin. Aziz yurtdoshlar, bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli obyektlarda ketma-ketlik bilan video syomka qilib, qo'ldan kelgancha yorita ma'lumotni berib o'tamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda charchamanglar.